Katta rahmat, dachsiz kerak emas. Voy rahmat. Ha, sizga kerak bo'lmasa mana bizga kerak. Aholi, lekin dachini cho'zinchi bu yoqqa. Voy shirincha bermasamchi? Bermasangiz hozir. Ana zaylagan chochingizni bittalab yulaman. Chiroyi g'irt o'zimga, xarakter gartakina ayasiga o'xshaganda. Dada, mandan yeyman. Bo'ldi qizim, mandani mervaning qantirla qiz. Xo'p bo'ladi, shirinidami, nordonidanmi? Yo'q, kerak emas. Mandani yegandek bo'ldim. Kallang bilan urushib qolganmizdan qizim, hozir yeyman deding-ku. Yo'q, kerak emas. Ha bo'ldi, tilla qizim, seni bir o'rlikni tutsa, shang'illab bozorda ko'chiraverasan hozir. Jirag'ay. Na. Chimchiqni chaqasdek hammani oldida toza o'zingni ko'rsatding. Ya qizim, men seni axranasi ham bunchalik qizg'anmaydi. Alam qilsin. Bilib oling, butun dunyo go'zallar yig'ilsa ham onajonimni bir to'la sochiga ham artmaydi. Yo tavba, xotin rashki ahmoq, qizni rashki chaqmoq bo'lar ekanda.